Demak, ko'pchilik mendan so'raydi, riskka qana amal qilinadi? Balansdan risk qilish haqida gapirasiz. Balansdan 1% risk qilish yoki 3% risk qilish, ular nima o'zi? Necha lotda ochiladi? degan savollarni ko'p berishadi. Xo'p, shularda hammasiga javob beraman, ko'rsataman. Birinchi o'rinda aynan bir xil lot yoki 001 dan 10 ta ochish, 010 dan 2 ta ochish degan narsa men uchun begona. Sizga ko'rsataman men qanaqa qilib riskni hisoblashimni, boshqasini. Birinchi o'rinda men uchun nima kerak bo'ladi? TradingView. TradingViewda bitta kirmoqchi bo'lgan bozorimni analiz qilib olaman. Ya'ni men sell kirmoqchimanmi, buy kirmoqchimanmi? Deylik analiz qildimda, bu holatda nima bo'lyapti? Men xo'p, aynan stop lossim oralig'i qanchaligini bilib olishim kerak. Birinchi o'rinda stop lossim qancha? Deylik, men shetdan savdoga kirmoqchi edim va take profitim shetgacha bo'lmoqchi edi. Savdo 1 ga 287, ya'ni risk rewardga nisbatan 287 ga teng bo'lyapti. Xo'p, qarang. Bizga nima kerak bo'ladi? Albatta stop lossimiz oralig'i, take profit oralig'i bizga muhim emas to'g'risi. Chunki take profitni istalgancha ushlashingiz mumkin. Xohlasangiz 500 punktda yoping, xohlasangiz u narsa ixtiyoriy. Chunki siz 1 ga 1 yurishdan oldin ham yopib olishingiz mumkin-da. Lekin stop lossni hech qachon o'zgartirish kerak emas. Bu stop lossni analizingizga, o'zingiz strategiyangiz analiziga moslab qo'ydingiz, bo'ldi, hech qachon o'zgartirmang. Qo'yishingiz mumkin, deylik 1 ga 1 da yurgandan keyin break evenga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, endi men nima qilaman? Qarang. Nimani, ya'ni short positionni belgisini qo'yganimdan keyin menda stop lossim oralig'i qanchaligini ko'rsatib beradi. Ya'ni 133 punkt ekan. Bu nima degani? Bu nima degani? Qarang. Savdoyim shetdan teskarisiga 133 punkt yursa, savdoni zararda yopaver degan ma'noni bildiradi. Endi buni men qanday hisoblayman? 133 punkt deylik. Men xo'p, bu oralig'ini 133 punkt qilib belgiladim va shu 133 punkt teskari yuradigan bo'lsa, men sellga ochganman, teskari tepaga ketadigan bo'lsa, bo'ldi. Savdo o'xshamadi. 132 punkt yursa ham o'xshadi, lekin 133 punkt yoki undan ko'p yursa, bo'ldi, o'xshamadi. 133 punkt teskari yurgizsa, bo'ldi, savdo to'xtadi degani. Aynan o'sha savdo to'xtaganda minus $100 bo'lsin, xolos. Aynan shu narsa risk bo'ladi. Ya'ni sizni bitta savdoga qilayotgan riskingiz. Endi bu $100 sizni balansingiz $10,000 bo'lishi mumkin. 1% ni tashkil qiladi. Ya'ni shu 133 punktga balansingizni 1% ni risk qilish uchun hisoblash uchun, ya'ni men necha lot ochaman degan savolga javob berish uchun nima qilasiz? MyFXBook sayti bor. Eng zo'r kalkulyatorlardan biri. Kirganingizda quyidagi holatda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bitta nima qilasiz? O'zingiz akkauntlaringizni boshqarsangiz ham bo'ladi. Deylik, men masalan o'zim akkauntim orqali kiraman. Bo'ldi, kirdim. Portfolio, masalan, akkauntim ko'rishim mumkin. Ishlash strategiyalarim hammasi. Endi qarang, nima bo'lyapti? Bitta xo'p, later kalkulyator bor. Mana FX calculators. Endi bitta position size kalkulyator bor. Position size kalkulyatordan foydalanaman. Men birinchi o'rinda menga so'raydigan ma'lumotlarni kiritib olishim kerak bo'ladi. Currency pair. Bizda USD JPY tanlayman. USD JPY tanladim. Dollarda yenaga nisbati ketadi va meni account size, meni dollarligicha qolaveradi yoki o'zingiz qaysidir bitta balansda bo'lishingiz mumkin. Dollarda, yevroda farqi yo'q. Account size, ya'ni sizni balansingizni miqdori, deylik, $10,000 shot boshqarasiz yoki $10,000 boshqaruvingizda bor. Endi siz 1% risk qilmoqchisiz. Mana bu yerda qarang, risk ratio deyapti, 1% deyapti. Foizda ko'rsatyapti, 1% belgilaymiz va stop lossimiz qanchaligini kiritamiz. Ya'ni bizda 133 punkt, mana ko'rishingiz mumkin. 133 punkt bo'lyapti.
Bu mana trade size 1ligicha turaveradi. Bitta hisoblashni bossak mana 0.11 lotda ochar ekanmiz. Ko'ryapsizmi? Shunda bizning riskimiz $100 bo'ladi. Mana $100 belgilayapmiz. Xo'p, deylik, men masalan stop lossim 70 punkt bo'lsa-chi, necha lot ochaman desangiz 70 ni qo'yasiz, hisoblaysiz, 0.21 lot ochasiz. Endi deylik, balansim $10.750 edi, men $250 risk qilmoqchiman desangiz, xo'p, belgilaymiz, 10.000 yozaman-da, 10.750 qilaman-da. Endi bitta 1% ni hisoblagan bo'lsam 107 bo'lib qoladi. 2% ni hisoblagan bo'lsam 215 bo'lib qoladi. 250 ni chiqarish problema bo'lib qolyapti-ku. Mana bu yerda swap with money deb bitta bosasizda, men yerga 250 deb yozasiz. Bitta hisoblasangiz 233% risk qilyapsiz. 0.52 lotda ochasiz. 70%, 70 punkt stop lossga. Bo'ldi. Risk shunaqa hisoblanadi. Har bitta kiriladigan savdoga risk xuddi shunaqa. Buni ixtiyoriy xohlagan paraga olib o'tib turib hisoblashingiz mumkin. Deylik, mana yerdan siz savdoga kirmoqchi edingiz, stop lossingiz 46 punkt, take profitingiz nechidir? Farqi yo'q. 46 punkt Audi USD da. Xo'p, Audi USD da. Men balansim $25.000 deb turib, deylik, $1.000 risk qilmoqchiman. Bitta hisoblayman, mana uni 45 punktga moslab qo'yaman. 222 lot. Bo'ldi, men 222 lotni MetaTrader'da bitta belgilab kirib qo'yaman. Shu xolos. Endi masalan 222 lotni 3 ga bo'lib kirishingiz mumkin. Deylik 07 qilib kirishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsa endi sizni o'zingizning ixtiyoringizda. Riskda har bitta savdoga kiriladigan riskni tushundingiz degan umiddaman.